terisi taranglashganligini, yumshoq to'qimalar tonus balandlashganiga, og'riqli zonada joylashgan miyasida mana shu butunligini buzilganligini MRT tekshiruvida ko'rib turishimiz mumkin. Bu og'riq asosiy buklaganda, yurganda ko'proq bemorni bezovta qiladi. Bemorimiz 58 yosh. Bizga o'ng oyoq tizza bo'g'imidagi og'riq, harakat cheklanishi, yurgandagi og'riq bo'lishiga, tizza bo'g'imining ichki yuzasida achishish, og'riqqa murojaat qilib kelgan. Mahalliy ko'rganimizda tizza bo'g'imida shish bor, to'liq yozilayotgan holatni ko'ramiz. Bukib ko'ramiz. Bukganimizda tizza bo'g'imida tonus baland. Palpatorni ko'ramiz. Palpator ko'rganimizda tizza bo'g'imida terisi taranglashganligini, yumshoq to'qimalar tonus balandlashganiga ko'rib turibmiz. Palpatorni ko'ryapmiz. Asosiy tizza bo'g'imining ichki yuzasini palpator bosganimizda hozir bemorimizda og'riqqa shikoyat kuchayyapti. Bu og'riq asosiy buklaganda, yurganda ko'proq bemorni bezovta qiladi. Qirtillash yo'q-a? Qirtillash. Faqat achish va og'ritadi. Bukilib yozilganda sizga noqulaylik tug'diryapti. Tizzani qopqog'ini atroflarida shikoyat yo'q. Asosiy son suyagi bilan katta boldir suyagining bo'g'im yuzasini orali tirqishida mahalliy og'riq bo'layotganini ko'rib turishimiz mumkin. To'qimalar sezuvchanligi ortgan. Yoysimon bo'lib, bo'g'imda tizza bo'g'imning orqa tomoniga og'riq o'tib ketyapti. Palpatorning yoysimon aylanasiga bo'lib. Nisbatan yurganda avaylab oqsoqlanish bor, yengil darajada. Zinalardan chiqishda, hojatda o'tirishda noqulaylik tug'diryapti bemorimizga. Anamnezdan o'sha bir oy burun yiqilib tushish natijasida tan jarohati olgan. Endi bokoviy svязкалар holatini ko'ramiz. Mana shunda ham mahalliy og'riq bo'layotganini sezishimiz mumkin. Tashqi bog'lamni holatini baholaymiz. Yon bog'lamlar holati qoniqarli. Ikkilamchi ko'radigan holatimiz hotsimon bog'lamni holatini baholaymiz. Stabil. Hotsimon bog'lam shikastlanmagan. Oyoqda chemodan simptomi normada turibdi. Simptom hotsimon bog'lamni butunligini belgisini beryapti. Shunga asoslanib MRT tekshiruv aytdik bemorimizga. MRT tekshiruvini qildirib keldilar. Tizza bo'g'imini MRT tekshiruvi amalga oshirilgan 1,5 Teslada. Xo'p, mahalliy ko'rganimizda mana son suyaklariga e'tibor beramiz. Boldir suyaklariga e'tibor beramiz. Bo'g'imda markaziy ko'rinishi. Albatta me'yorda bo'lishi mumkin bo'lgan mana oq hosilalar bu tizza bo'g'imining ichida yallig'lanishni belgilari. Bo'g'im oraliqlarida turibdi. Tizza bo'g'imining ikkala yon cho'ntaklarida turibdi. Tizza qopqog'ini atrofida yallig'lanishni hisobiga to'plangan sinovial suyuqliklarda ko'zga tashlanib turibdi. Yana bir e'tibor beradigan narsamiz tog'ay qismida, bo'g'im yuzasida, suyakning tog'ay qismidagi ikkilamchi o'zgarishlarda hamma tasvirda ko'rishimiz mumkin. Tog'ayning butunligini buzilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Uchinchi o'zgarish bu ichki miyasida shikastlanish belgilari. Ichki miyasida shikastlanish og'riqli zonada joylashgan miyasida mana shu butunligini buzilganligini MRT tekshiruvida ko'rib turishimiz mumkin. Yuqoridan olingan tasvirda ham mana tizza bo'g'imining qopqog'on taglarida erkin patologik suyuqliklar, tog'ayda yuqoridan ko'rilgan tasvirda tog'aydagi ikkilamchi o'zgarishlar ko'zga tashlanib turibdi, aniqlik kiritilyapti. Yuqorida aytganimizdek tizza bo'g'imida osteoartroz kasalligi belgilari, 3-darajali osteoartroz kasalligi, tizza qopqog'ini orqa yuzasidagi bo'g'im yuzalarida ham artroz belgilari, ichki miyasida 3A darajali shikastlanganlik belgisi ko'zga tashlanib turibdi. Xondromaliyasiya deyapti, 2-darajali xondromaliyasiya bu bo'g'imda tog'ayini yemirilishini 2-darajali ketishini ko'zga tashlanyapti. Sinovial subpatrallarni bursit bo'g'imda xaltasida ikkilamchi yallig'lanish belgilarini xulosa qilib yozyapti.